Marhamat, endi bolajonlarimiz qizlarimizga arzimasa ham sovg'a berishadi. Marhamat, tabriklaylar bolajonlar. Marhamat. Qana. Assalomu alaykum. Hurmatli ota-onalar. Mana bugun bayram. Qizlarimizni bugungi bayram bilan tabriklaymiz. Xo'p, qizlarjonlar, sizlarni bugungi bayram bilan tabriklayman. Bunaqa bayramlarni ko'pini ko'rib yuringlar. Ilohim sog' bo'linglar, ota-onalarning baxtiga. Ilohim hayoli, iboli, aqlli, esli, xushli qizlar bo'lib yetishinglar kelajakda. Tabriklayman bayramlar bilan. Marhamat, endi o'g'il bolalarimizdan tabriklaydiganlar bo'lsa, marhamat tabriklang. Qizlarimiz kim bor? Bormi tabriklaydiganlar? Kim tabriklaydi bugungi bayram bilan? Qani? Qani Farruh? Tabriklayman, yaxshi maqollarni o'qinglar. Rahmat, qizlar rahmat deydi tabriklaganda. Xo'p, Aziz. Barakalla, rahmat. Xo'p. Yana kim tabriklaydi? Bo'ldimi? Qani Muhammad Amin? Bilimli bo'linglar, yaxshi bo'linglar. Imron. Yaxshi o'qinglar, eshiklarga o'qinglar, testda egasi bo'linglar. Qizlar, yana bir bor bayram bilan tabriklayman.